partiyamizga birodarlar endi Qirg'iziston Bishkek qo'chqorlaridan chiqarishni boshlab yubordik mana. Asadullo haqiqatan ham bugun narxni ham yoryapti akalar. Qo'yib kelishdi ham yorib qo'yibdi, mana qaranglar sifatini. Mana buldag'i bormi? Ana bu nimasidan birkasidan tashqari? Ha, uni buldag'i bor ekan, sirg'asi bor ekan. Sirg'asi bor ekan-a. Aka, bugungi syomkani ko'rib turgan shu obunachilar Bishkekda bozor savdo qilyapmiz olishaveradi aka. Vo! Hay gap yo'q. Aka, biz 200-300 ta qo'yib kelib aka, hech qachon bir dunyo foyda kutmaymiz aka. Soniga ozroq ishlanaveradi. Deyapti qo'chqorlar. Mana aka, qo'chqorlar yuzini ham ko'rsating aka, oppoq yuzlaridan mana qarang. Hammaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar va qadrli obunachilar. Mana bugun 16-noyabr hafta kuniga akalar yakshanba. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Arzonchilar, optimchilar yig'ilgan mahalladamiz. Birodarlar, bugun sizlarga qo'chqorlarning udarlaridan kelgan. Xudo xolasa yaxshi niyatda zo'r qilib boqamiz deganlarga narxlarini ham mana Asadullo optimchi arzon qilib xudo xolasa e'lon qilamiz. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Sizlarga yaxshimi? Charchamayapsizmi? Obunachilar tuzumsizlar, hammalaringga aka. Xudo xolasa bu yilning hisobiga birinchi chiqishimiz aka sizni kanalingizda. Birinchi chiqishimiz aka, obunachilarning xudo xolasa tasavvurda chiroyli taassurot qoldiramiz aka. Narxlar o'ylaganlaridan ham arzon qilib qo'yiladi. Aka, biz qo'y bilan emas, narximiz bilan maqtanaveramiz, xotirjam aka. Qo'ydi qo'ytibadi, u narximiz bilan maqtanaveramiz, xudo xolasa aka. Yashang. Sarlavhani boshiga Asadullo arzonchi deb qo'yasiz aka. Vo, dumbalarni qaranglar, akalar, qo'chqorlarning o'ta qattiqlaridan keldi mana. Birinchi partiyamizga aka, xudo xolasa yaqin, ha? Ichida bitta 4 kishi bor. Qolganlar 2 kishiga yaqin, 12 oylik atrofidagi qo'chqorlar aka. Rosa yemlayman degan odamni qo'y ekanda. Aka, bu haqiqiy dehqonning qo'lida beminnat yemini yegan aka, o'lchab berilmagan bular aka. Oldiga to'kib qo'yilgan o'tda yashakda yemini yegan aka bular. Yana xotirjam akalar, hech qanaqangi ukol dori qilmasdan yemlab boqaverasizlar. Xotirjam, bemalol aka. Shikelat qilib tayyor qilasizlar inshaalloh. Bir 3 oylik xonasi qolibsa, Asadullo. 100 kun deb hisoblashamiz aka, o'rtacha 100 kun. O'rtacha 100 kunda akalar zo'r qilib tayyor qilib, yaxshi xirmon ko'tarsalar ham bo'ladi. Sababi hozirda soni ham nechta bu birinchi partiya? Aka, soni 35 ta aka. 35. Hammasi qo'chqorda, xolos sog'lom, baquvvat. Bemalol yemoqchi mana sinovdan o'tdi. Yemini aka olib borib o'ylanmay berishaveradi. Uyga borgan kundan kilo bosaveradi aka bu qo'ylar. Hozir bo'ylari nechiga berasiz? 80 plyusga olishaveradi aka. 80 plyus. Lekin aka, misol uchun bo'yda kalla boshlarini ham ko'ring, katta qo'yga o'xshab qo'ygan. O, kalla boshlarini ham ko'ring o'zi. Ishlaydi nimasini beryapti? Ishga 2 kishiga yaqin. Mashalloh. 45 tani bir joyga bo'ladirgan bahosi. Aka, 35 ta aka. Ha, 35 ta. 45 taga o'xshaydi 35 ta. Necha partiyamiz bor o'zi? Aka, bugunga 300 ta qo'yimiz bor. Lekin syomkaga 200 taga yaqinni qo'y chiqaramiz xolos aka. 100 tasi hali tayyor emas. Endi yaqinda keldi. Bir qator ko'rib va ha, yemoqchi mollarimizni sinovdan o'tkazamiz aka. Nech puldan berasiz endi? Aka, bularda aka yem yeb turgan aka 12 oy deb turib 5,5-6 million qo'yish kerak yo'q aka. Haraga misol uchun YouTube'da ko'rayotgan inson hammasi aka bizdan ancha aqlli insonlar ko'radi-da. Albatta. Bitta qo'yni ko'rishda mana shu qo'yni 100 ming qimmat qo'ysangiz bilishadi darrov aka. Albatta. Hozir nimaga konkurens ko'p aka. Soniga ishlayveramiz aka. Bularda aka bir joyga olsa 5 million 300 ming so'mdan kesib olishga bo'pti narxida aka. 10 taga. Oyog'idan sug'urishsa shu 200 ming so'mdan 5,5 milliondan aka tanlab olishsa. Tanlab olishsa. Ha. Hozir 503 dan deyapsiz. 503 dan aka optimaga kam 10 taga kesib olishga aka. Nazading. Bismillah. Danga bitta ayting bo'ldi. Qarang, rozi bo'lsin. Bo'lmasam derlar aka. 5 million 300 ming so'mdan tanlab olsin aka. 5 million 200 ming so'mdan bir joyga. Optimga. Bahordagi o'sha 100 ming so'm plyus tanlab olish aka, ketaveradi. Voy yashing, joningiz sog' bo'lsin. Birodarlar, qaranglar, 5 million 200 dan optimga qo'yildi mana. Shunday bir 5-6 ta olaman degan ham bir chekkasidan haydab olib ketaverasizlar akalar. Aka, tayoq tashishadi aka, misol uchun mashtarab o'tdi, mana 6 ta o'tdimi? Ketaveradi optim narxida aka. Ana, 6 ta o'tib taqatdan. Ketaveradi aka. Gap yo'q. Birodarlar, qo'ylarda aka ko'rasizlar. Tanlab olishga qaranglar mana 100 ming so'm plus minus bo'lyapti. Sababi qo'ylar deyarli bir xil ekan-a o'zi, terilgan ekan. Bir qo'ra aka, hammasini qulog'ida mantrobkasi eni bir xil. Begona qo'y yo'q ichida xolos aka. Gap yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar, endi sizlarga ikkinchi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz. Partiyamizga akalar hali puli yengilroqdan olamiz deganlarga hozirgilarda ukalarini chiqardik. Lekin sifati, zoti bir xil xudo xolasa akalar. Bo'ylari 75 plus minus atrofida. Ma'lum endi 80 ham kelsa kerak. 80 ustida kelaveradi aka. 80 ustida kelaveradi. Ha, lekin aka bularda ham yosh oylik 8 oylik. Aka bular mana qarab ko'rib turibsiz aka, yemga urgangan. Haliga olib borib bekorga boqishmaydi aka. Olib boradi kiloga bosaveradi aka. Bularning soni aka, ularga 30 ta ekan. 8 oylik atrofida. Mana quloqda Qirg'iziston belgilari turibdi, hammasida aka, xudo xolasa. Endi aka Qirg'iziston qaytdiki bu Jalolobod? Jalolobodniki aka. Qurbon hayitgacha akalar boqamiz deganlarga xudo xolasa zakonli tayyor bo'ladigan variantidan. Soni nechta dedingiz? 30 ta aka. 30 ta. 30 ta hammasi qo'chqor. Pichmaqda sovlig'i yo'q, xudo xolasa. Bir joyga nima deysiz? Bir joyga aka bular narxi 4 million 200 ming so'mdan aka. Laqtaga nima bor? Yo'qotam o'sha laqtaga. 4dan bir joyga. 4dan aka, to'g'risi. Xursandchilik bilan. Siraz so'rab bordim. Like boshlanib obunachilar. Albatta bossam.
Barakasini bersin. Akalar endi bitta lakni bosib qo'yasizlar mana shu yerga. 4 million so'mdan mana bunaqangi oyoq qo'li cho'zib qo'yilardi. Misol bozorni ham bermasa kerak bunaqa. Aka bozor misol uchun mana shu qo'ylarda aka xotirjam 4,5 ustida ketadi mana ular. Aka mana bular turibdi. Lekin aka bozor narxini misol uchun arzon bo'lib kelishyapti aka. Samarqand, Andijon, Buxoro, Farg'ona. Endi bozorlarda aka hech bo'lmasa 200 so'm bo'lsa kelib ko'rish kerak arzon bo'lmasa aka. Tanlab olish plus minuschi. Misol ikkita 3 ta olaman degan. Ikkita 3 taga kelishamiz aka. Misol uchun 10-15 talla olishni 100 ming so'mdan talla olishaveradi plus qilib aka. Gap, barakasini bersin. Birodarlar, aloqaga chiqaverasizlar. 3-partiyamizni olib chiqamiz. Mana klientlarimiz ham kelishdi. 3-partiyamizga birodarlar endi Qirg'iziston Bishkek qo'chqorlaridan chiqarishni boshlab yubordik mana. Asadullo haqiqatan ham bugun narxni ham yoryapti akalar. Qo'yib kelishdi ham yorib qo'yibdi, mana qaranglar sifatini. Mana buldag'i bormi? Ana bu nimasidan birkasidan tashqari? Ha, uni buldag'i bor aka, sirg'asi bor ekan. Sirg'asi bor ekan-a. Aka bugungi syomkani ko'rib turgan shu obunachilar Bishkek bozor savdo qilyapmiz olishaveradi aka. Vo? Hay gap yo'q. Aka biz 200-300 ta qo'yib kelib aka hech qachon bir dunyo foyda kutmaymiz aka. Soniga ozroq ishlanaveradi. Deyapti qo'chqorlar. Mana aka qo'chqorlar yuzini ham ko'rsating aka, oppoq yuzlaridan mana qarang. $5000 deyshadi ashlardan aka. Ya, astag'firulloh deysiz. Ya biz so'mga sotamiz aka. Betiga suv sefaring baba Asadullohni. Bo'g'ansiz. Qo'chqorlar haqiqatdan nima deydi? Maqtashga arzigulik qo'ylar kelibdi mana birodarlar. Bir kishi bosib qo'yadigan joyda aka. Oyoq qo'llari cho'zig'idan soni nechta? 17 ta aka. Bular hammasi qo'chqor aka. Hay, shunaqalardan bosmaysizmi bir 500 ta 500 ta? Endi aka bularda gullar, bitta bog'ga kirsan gullar saralab olasiz-ku. Ashlardan aka bular. Soni serob aka, mana bugun ham xudo xolasa 200 dan barakasi bo'lgan. Kechga xudo chegaradan o'tsa ertaga yana yetib keladi aka. Indinga video qilamiz. Xudo xolasa lakasi chevaran kelib ko'rishaveradi aka. Bizda bunday aka ustozlarimiz gap borda. O, darvozadan kirgan odamni ishini doim bitiramiz aka. Noumid qaytarmaymiz. Yashing. Xudo xolasa aka 17 tasini ham aka bo'ylari 80 ustida chiqadi. Hammasini 85 oldi. Bular ham shu 12 oylik atrofida tish yorgan. Xo'p, endi bunday gap aka. 5 million 200 ming so'mdan bularni xayrini qilib beraman aka. 502 dan. 502 dan. Kelishtiring. Optim narxida. Kelishtiring. Dadil Endi kelishtiring. 5,5 ham shu narsangiz bo'lardi, Jasur aka. Ya kelishtiring. Bir joyga chiroyli narx ayting. Mana maza qilib video butun odamimiz butun qo'yiladi aka. Tallasi 52 dan. Bir joyga olsin 5 milliondan aka. Tallasini 5 milliondan bor aka. Yashing. Akalar 5 million so'mdan Optimga. Demak, Optimga yana chipcha xayr qilib berarkansiz. 100 ko'ring aka mana uni. Aka bir joyga olaman, chiroyli xayri bor aka. Hamma partiyani xayrini qilib beraman. Talla olishga 5 dan. Bitta olsa ham. Bitta olsa ham 5 dan aka. Faqat vodiy bo'ylab bitta dastlabkasiga. Qolgani kelishilgan holda bo'ladi aka. Alloh rozi bo'lsin, Alloh xayrli qilsin. Barchamizga mana shunaqangi go'zallaridan nasib qilsin. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Kelar endi 4-partiyamizni ham yordi Asadullo. Mana qaranglar qo'chqorlarni, shalpan quloqlaridan. Soni nechta bularda? Aka bular soni 25 ta. Hammasi qo'chqor aka. 25 bosh. 10 oy atrofidagi qo'zi qo'chqorlar aka. Bishkekga bu ham. Bular ham Bishkek. Mashalloh. Ana qo'ylar. Quloqlarini qaranglar. Yurishlarini, jonivorlarni. Mana shular ham xudo xolasa agar bir 5 oy, 6 oy boqiladigan bo'lsa akalar. Asadullo. Aka tarozini bular gapirtirib yuboradi aka ular. 5-6 oy boqiladigan bo'lsa. Kelajagi bor qo'zilarimizdan. Sifatlari zo'r, oyoq qo'llari. Haligi kamyoq sergo'sh variantlar. To'ppa-to'g'ri ana shundan-da aka bular. Jo, oshchoqlik katta dumba sovg'alardan bas aka. Foizni go'sht ko'p beradi, xudo xolasa aka bular. Endi aka bular bo'sh qop. Yemagan bo'sh qop narsa aka. Obunachilar olib to'ldirib olsa shu yaxshi. Haligi oyoq kalta qo'ydi olib boqqanni to'pin-cho'p qoladi aka. Xonalardagi boqsa xudo xolasa suyaklari ham baquvvat qo'chqorlar aka. Gap yo'q. Endi Jasurbek aka bular maqtash kerak yo'q aka. Narxi bilan maqtaniladi aka bizda. Bir joyga necha puldan? Bir joyga pul berishsa aka xudo xolasa 4 million 800 so'm tilim qolib ketadi aka. Keng mana. 4,5 dan talla olishga ham Optimga ham bitta narx aka. 4,5 dan. 4,5 dan aka. Talla olishga ham Optimga. Optimga ham agar hammasini bir joyga tortdim deysak kam bor aka. 4,5. Telefon qilsa o'zim chiroy o'tib beraman. Barakasini bersin. Do'stlar, bugungi narx-navolarni eshitib, mana hozir qo'ylarning sifatini ko'rib, to'g'ri gap, men maza qilib video qildim. Sizlar ham haligi qo'y olaman deb niyat qilgan bo'lsalaring, mana sekin kelib savdoni qilib olib ketinglar akalar. Maza qilib boqasizlar inshaalloh. Sifatlari zo'r. Bir hafta 10 kun garantiyalarini beriladi. Olib borib, chiroyli qilib, qo'rqmasdan boqaverasizlar. Hammaga omad, bizga ham yurolashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.